men ko'zim yumdilar, o'zlarini tashlab ketdilar ishtabalam bilan. Ikkalamiz beton qo'yaydik, g'isht teraydik. Mana shu uchta qora ko'zim uchun. Assalomu alaykum, katta qo'rg'onliklar. Men Toshmatova Aziza, Yirmachit mahallasi, 26-66-uyda 13 yildan buyon yashab kelaman. Mana shu Kamolov Zokir turmush o'rtog'im. Mana shu yerga kelin bo'lib tushganman. O'sha kishidan 3 ta farzandim bor. U kishi Xudoning amri bilan 2025-yil 15-yanvarda og'ir xastalik bilan dunyodan ko'z yumdilar, o'zlarini tashlab ketdilar ishtabalam bilan. 33 yoshimga beva qoldim. Shu kishi bilan yaxshi niyatlar bilan mana shu tog'alarini uyini yonidan uy soluvdik. O'zlari istoydilar, ishdan kelaydilar-da. Ikkalamiz beton qo'yaydik, g'isht teraydik. Uyimiz tezroq bitsin, shu kishiga yordam bo'lsin deb. Xudo rahmatli xo'jayinim ham kichkinaligidan, yoshliklaridan juda ham qiynalib katta bo'lganlar, beota. Onalarini o'zlari shu kishi ham qiyinchilik bilan opalari o'zlarini katta qilganlar. Mana shu xalvaxonalarda ishlaganlar, qo'llari kuyib qolganlar, aytib berayotdilar, Xudo rahmatli. Nasib bo'lsa mana shu uylar qilamiz, birgalikda to'ylar qilamiz, farzandlarimiz to'ylarini qilamiz deb faqat yaxshi niyat qilardik turmush o'rtog'im bilan. Undan oldin qaynonam dunyoni tark etdilar. U kishi ham virus bo'ldilarda. Mana shu virus tufayli u kishi ham olamdan o'tdilar. Hozir meni bir o'zim. U kishini akalari, opalari yo'q. Mana shu yoru birodarlar baraka topsin. Mana shu mahallasi fuqarolari, damkom mana rais buva yordam berib, mana shu uyda unsimiz shipirini, bittasi balorini, bittasi turpog'ini, sementini olib berib, va holi qudrat kuchimiz yetgancha amallab turibmiz, lekin o'zlaringizdan qolar gap yo'q. Hozirgi vaqtga, hozirgi sharoitga uy qilib chiqishda o'zi bo'lmaydi. Men beva yosh vallarim bilan qanday qilaman, qanday qo'yaman? Sizlardan yordam, sizlardan iltimos qilib so'rayman. Mana shu uyimni bitishiga va holi qudrat qo'llaringizdan kelgancha yordam beringlar. Mana shu 3 ta qora ko'zim uchun so'rayapman. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin. Bergan ihsonlaringiz Xudoyim dargohida qabul qilsin. Juda ham yaxshi odamdilar turmush o'rtog'im. Mana shu faqat farzandlarim, oilam, ro'zg'orim, uyim, joyim deb yashagan inson edilar-da. Nima bo'lsa ham, nima yesalar mana shu farzandlarimga deb olib kelaydilar. Mana shu kichkinam yurishlarini ham ko'ra olmadilar. Joylari jannatdan bo'lsin, bizlarni arvohlari qo'llasin oxirigacha. Faqat o'lguncha aytdilar: "Aziz, sen 3 ta balam bilan qayerga yashaysan? Senga uy qilib bera olmadim. Ertaman o'lsam bilasan, ko'chaga chiqarib yuborsalar, qayerga yashaysan, qayerga borasan?" deb faqat ana shu gapni aytib ketdilar oxirigacha. Katta farzandingiz necha yosh opa? Katta farzandim Javohirjon 10 yosh. U ham har kuni kechqurun bo'lsa dadam deb yig'laydi. Nima qilay balam, qo'limdan nima keladi? Dadam qaytarib kelolmasam endi deyman. Qizim ham 12 yosh katta qizim. Ikkalasi maktabga boradi. Baribir ko'ngli o'ksiydi, baribir qarasangiz o'zim o'ltirab turadi. Menga savol beradi: "Aya, dadam nima bo'ldi? Ne o'ldi dadam?" Baribir ko'ngli yarim bo'lib qoldi farzandlarim. Shu uyimizda asta-sekinlik bilan qilyapmiz. Qo'limizga mablag' tushganlay qilyapmiz, lekin o'zlaridan qolar gap yo'q. Shu uyimizni oxirigacha qilish uchun hali qancha mablag' kerak hozirgi sharoitga. Shunga sizlardan iltimos, baholi qudrat qo'llaringizdan kelgancha, shular yetgancha yordam bersanglar, oson bo'lasizlar. Mana shu 3 ta qora ko'zim uchun. Ertaga uyimiz yo'q, joyimiz yo'q degan dadam uy qilib berib ketmadilar demasin. Shu mahalla ko'yda oldiga ko'ngli yarim, qaddi buguk bo'lmasin deb mana og'aynilarimiz, aka-ukalari, shu mahalladoshlar, yor birodarlari harakat qilyotibdilar. Endi baribir mablag' yetmayapti-da. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin.
bergan ehsonlaringizni Xudoyim dargohida qabul qilsin. Mana shu bergan ehsonlaringiz u dunyoga o'zlaringizga soyabon bo'lsin. Qo'lim har doim duoda, qo'limni ochib har doim duo qilaman. Mana hurmatli obunachilar, apamizdan o'zlaringiz eshitdinglar nima bo'lgan voqeani. Bu Zokir akam bilan biz juda yaqin edik. Sababi men shu mahallada o'sib katta bo'lganman. Ota-oyim sherga. Bu akamiz juda ham og'ir mehnat bilan kun ko'rganlar, beton qoraganlar. Buni ko'p katta qo'rg'onlar bu akamiz ko'rganlar biladilar. Men ekranga ham ko'rsaman Zokir akam kimligini. Zokir akam hammamizda bor, o'lim haq. Ertami kechmi baribir hammamiz o'lamiz. Bizning qo'limizga abadiy qilib bermagan bizning boyligimizni ham, amalimizni ham, mansabimizni ham. Shu jihatdan hurmatli obunachilar, sizlardan iltimos, qo'llaringizdan kelgancha oilalaringizdan orttirgan bo'lsanglar, 5 mingmi, 10 mingmi, boring 1000 so'mmi ehson qilinglar. Agar qo'llaringizdan kelmasa ham like bilan podelitsa o'sha savob bilinchda yurgan insonlar uchun yetkazishga harakat qilsanglar, Xudo xolasa Allohim sizlarga ajrini bersin. Ehsonning mukofoti ehsondir do'stlar. Bizani jannatga olib kirayotganlar mana shu miskinlar bo'ladi. Men sizlarga hozir imoratda, ya'ni qurilishda ko'rsataman, o'zlaringiz ko'rib, kim yaqin shu atrofda bo'lsalar, video ostida ham telefon nomerlarini qoldiraman, o'zlaringiz kelib xabardor bo'lib, qo'llaringizdan kelsa yordam qilinglar, qo'llaringizdan kelsa o'sha stroy materiallarini yetkazinglar. Imkonlaringizga qarab, oilalarni orttirgan bo'lsanglar, ehson qilinglar do'stlar. Sizlarni men sizlarga hozir ko'rsataman, kelaveringlar. Mana shu imoratimiz davom etyapti, to'xtab qolgani yo'q. Ma'lum bir mablag' yetgan, hozircha mablag' qisqarib boryapti. Shu jihatdan jarayon to'xtab qolishi ham mumkin. Men sizlarga qo'yib boraveraman, videolarni o'zlaringizga xabardor qilaveraman. Yoz faslida hali issiq mavsum, erta sovuq bo'lgandan keyin boylar qiynalib qoladi. Agar biz birlashmasak, hammamiz bitta bo'lib yoqasini ushlamasak, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi boylar. Shuning uchun harakat qilishimiz kerak. Ehsonning mukofoti ehsondir do'stlar. Iloji boricha shu atrofda bo'lsanglar, o'zingizlar ko'rib, telefon qilib, kelib o'zlaringiz qo'llaringizga kelgancha yordam qilinglar. Kimdirlar aytishi mumkin, negativchilar ko'p. Chunki sababi ijtimoiy tarmoqda mashinalar ham ko'payib ketgan. Shuning uchun Kattaqo'rg'on ahli, Kattaqo'rg'on shahar hokimi Gavhar Alimov bizdan iltimos qilib qolamiz. Narki farg'onalik ayollarga ham biz video qilib chiqarganmiz. Ular ham Alloh rozi bo'lsin, siz ularga uy bergandingiz. Yana biz video murojaat bilan chiqyapmiz. Bu oila juda ham yordamga muhtoj, sababi buni hech kim yo'q, yaqinlari yo'q. Yaqinlari ma'lum bir qismi yordam qiladi, chunki hamma hozirgi kunda oila tebratish juda qiyin bo'lib qoldi. Shu jihatdan 5 mingmi, 10 mingmi qo'llaringizdan kelgancha yordaminglarni ayamanglar. O'zlarining karta raqamlari bemalol tashab, o'zlaringiz kelib xabardor bo'linglar. Qolgan videolarni kelgusi sonda ko'rsatib boraman. Hurmatli obunachilar, xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.